Luqmon Hakimning 100 o'giti. Oxiratingga ziyon yetadigan darajada dunyoga berilma. Ammo insonlarga yuk bo'ladigan darajada dunyoni unutib qo'yma. Bandaga suyanma, Allohga suyan. Birovning uyiga kirsang ko'zingni, majlisga kirsang tilingni tiy. Pishmagan so'zni gapirma, u og'zingni kuydiradi. Qarzdan ehtiyot bo'l, u kunduzni hijolat, tunni esa g'amga aylantiradi. Johil bilan bahslashma, u seni ham o'z darajasiga tushirib qo'yadi. Tavbani kechiktirma, chunki o'lim kutilmaganda keladi. Kimningdir aybini ko'rsang, yashir. Saxovatli bo'l, lekin isrofga yo'l qo'yma. Har qanday ishda o'rtacha yo'l tut. Hasad qilishdan qoch, chunki u sening ezgu amallaringni olov o'tinni yegandek yeb bitiradi. Har bir kuningni oxirgi kuningdek o'tkaz. Va'dangga vafo qil va adolatli bo'l, hatto o'zingga zarar bo'lsa ham. Xotinlardek yasanma, kulganingda ovozingni ko'tarma. Shoshqaloqlik shaytondan ekanini unutma. Gunohdan xuddi olovdan qochgandek qoch. Yerda kerilib yurmagin. Odamlarga kibrlanib yuzingni burishtirmagin. Qilgan xatolaringni o'lguningcha ko'z o'ngingda tut. Ammo qilgan yaxshiliklaringni ko'z oldingdan nari qil. Ablah va nodon odamlardan qoch. Sofdil va dono kishilar bilan maslahat qil. Yoshlikda ikki dunyo ishlarini qilib qol. Xarjni kirimga qarab qil. Tunda tursang ohista, muloyim gapir. Kunduzi yon atrofingga ehtiyot bo'lib so'zla. Ko'p uxlashdan saqlan. U aqlni zaiflashtiradi. Xotin va bolaga sir aytma. Hojatmand kishini noumid qaytarma. O'tgan janjalni eslama. Boyliging miqdorini do'stu dushmanga bildirma. Jiddiy so'zni hazil aralashtirib gapirma. Birovni boshqalar oldida hijolat qilib aybini yuziga solma.
o'zingni va yaqinlaringni odamlar oldida maqtama. Libosingni va badaningni toza tut. Odamlar so'zlashayotganlarida gaplariga qo'shilma. Ig'vogar bilan suhbatdosh bo'lma. O'lganlarni yomonlik bilan eslama. Zero buning foydasi yo'qdir. O'z noningni o'zgalar dasturxonida yema. Mol dunyo topaman deb o'zingni qiynoqqa solma. G'azabing kelganda so'zni o'ylab va tanlab gapir. Rizqingga rozi bo'l, shunda boy bo'lasan. Mushkul damda ham umidingni so'ndirma. Bilmagan narsang haqida so'z ochma. Xushomadgo'ylardan ehtiyot bo'l. Dunyo hayoti bir soya kabidir. Uning ortidan quvsang qochadi. O'zing yursang ortingdan ergashadi. Kam ye, kam uxla, kam gapir. Mehmonga ish buyurma va uning huzurida birovga g'azabingni sochma. Devona mast bilan so'zlashma. Mahalla boshida bekorchi va beboshlar bilan o'tirma. Foyda-yu ziyoningga o'zingni urib, obro'yingni to'kma. Hokisor va kamtarin bo'l, lekin o'zingni o'ta xor qilmaslikka intil. Ibodat vaqtida qalbingni, ovqat vaqtida tomog'ingni ehtiyot qil. To'g'ri yo'ldan adashganlarga rahim qil. Kamtar bo'l, shunda martabang ulug' bo'ladi. Mushkul ishni oson qilishga intil. So'zing bilan ishing bir bo'lsin. Haqiqat achchiq bo'lsa ham uni ayt. Donolar majlisida bo'lganingda ko'p eshit, kam gapir. Rizq uchun qayg'urma, chunki rizqni Alloh kafolatlagan. Yomon hamrohdan ko'ra yolg'izlik afzal. Yolg'ondan qoch, u iymon nurini o'chiradi. Do'stingni g'azablanganida sina. Agar insof qilsa, u bilan do'st bo'l. Kambag'alni nochorligi uchun past ko'rma. Boyga esa boyligi uchun suykalanma. Har nafasda Allohning nazoratida ekaningni unutma.
ilm o'rganishdan uyalma, bilmaslikdan uyal. Vaqtni bekorga sarflama, chunki o'tgan har bir soniya sening umringdan ayrilgan bo'lakdir. Boshqalarning aybini qidirma, o'z aybing bilan mashg'ul bo'l. Nafsingni jilovla, u eng katta dushmaningdir. Qalbi toza odamning yuzi ham nurlidir. Shubhali narsalardan uzoq tur. Tilingni shirin qil. Yaxshi so'z sadaqadir. Tabassum ham bir ehsondir. Kechirimlilik kuchli insonlarning sifati. Kim senga asossiz maqtovlar aytsa, bilginki, u senga qarshi fitna tayyorlamoqda. Izzat talab qilma, izzatli ish qil. Yaxshilik urug'ini ek, mevasi albatta bo'ladi. Har kuni bir yangi narsa o'rgan. Ko'p kulishdan saqlan, u haybatni ketkazadi. Har bir qilayotgan amalingda faqatgina Allohning roziligini ko'zla, odamlarning maqtovini emas. Dunyo chuqur dengizdir. Unda ko'p insonlar g'arq bo'lgan. Sen o'zingga taqvodan kema yasab ol. Haqiqiy dono hayot qiyinchiliklardan aslo g'amgin bo'lmagan kishidir. Senga xiyonat qilgan odamga qayta ishonma. Ilon o'z postini tashlasa ham tabiatini o'zgartirmaydi. Urush va janjaldan iloji boricha uzoqroq yur. U aqlli insonni xor qiladi. O'zingda yo'q narsa bilan maqtanma. Soxta obro' tez to'kiladi. Kambag'allikdan emas, qalbning qashshoqligidan qo'rqish kerak. Ehson sening molingni kamaytirmaydi, balki ko'paytiradi. Diningni dunyo evaziga sotma. Aks holda dunyoingdan ham, oxiratingdan ham ayrilasan. Nodon inson bilan do'stlashma. U senga foyda beraman deb ziyon yetkazadi. Odamlarning yomon ishlariga aslo guvoh ham, sherik ham bo'lma. Dardingni faqatgina senga shifo berishga qodir bo'lgan zotga ayt. Oilaviy sirlarni ko'cha-ko'yda gapirib yurishdan tilingni tiy. Kim sening oldingda boshqa bir do'stini yomonlasa, u davradan darhol uzoqlash. Allohdan oxiratingga ziyon yetkazadigan narsalarni so'ramagin.
Xudodan qo'rqish, xalqqa insof qilish, ulug'larga xizmat, kichiklarga shafqat, darveshlarga saxovat, do'stu yoshlarga nasihat, dushmanlarga yumshoqlik, johillarga sukut, olimlarga tavoze qilish bilan yasha.